Odamlar shu yalinib yurib, baraka topkir bizga ozgina yordam bering, bizlar o'zimiz uyimizni qurib olamiz degan paytda shunaqa aytalik munosabat qanday baholashim kerak? Qip-qizil rasvochilik-ku bu. Qip-qizil bu beparvolik emasmi bu? O'zini manfaatini o'ylaydigan odamlar. Ertaga ozgina orqasini kovlasak, mana shu birinchi hokimimiz ham, boshqa hokimlarni ham ozgina kovlasak, ko'p narsani topib olamiz. O'zlarining uylarini qurayotgan uylarni ko'rsangiz agar, hashamatli uylar, o'ta maktabni tuzish mumkin. Bu nima bu? Xiyonat emasmi bu? Kim bilmaydi shuni? Ko'pchilik o'tirganlar biladi shuni. Антикоррупция.